Xo'p, assalomu alaykum. Demak, suhbatimizni davom etamiz. To'xtalgan joyim shu Suqrot davridagi davlat tushunchasi bilan hozirgi zamondagi davlat tushunchasini o'rtasidagi farqni aniqlab olishimiz kerak va keyingi suhbatlarimizda shu bevosita Kriton dialogini muhokama qilganimizda bizga mana shu farqni va nafaqat farq, balkim birlashtiruvchi jihatlarini biz muolaja qilamiz. Bu mana shular haqida gapiramiz. Xo'p, Platonning dialoglarida davlat deyilganda nima tushuniladi o'zi? Qanday biz davlat deganimizda nimani tushunamiz? Mana hattoki o'zimizni o'zbek tilida davlat desak, bu arab tilidan davla so'zidan olingan. Davla bir mulk, bir farovonlik, bir boylik, juda katta bir boylik degani, davlat degani, ha? Rus tilida gosudarstvo hukmronlik so'zidan olingan, ha? Ingliz tilida state deydigan bo'lsak, bu lotincha status, ya'ni maqom yoki boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak, tuzum ma'nosida keladi. Davlat so'zi ingliz tilida status. Hop, polis nima? Polis yoki politeya deyiladi. E'tibor bersak, poli degan so'z bor bunda. Poli degani ko'p degani, ko'plik degani. Ya'ni nima tushunchalar bor? Polifoniya degan tushuncha bor, har xil tomonlaridan ish, ovozlar tushuniladigan bo'lsa. Demak, polis degani bu ko'plikning birlikda birlashuvi degani. Ko'plikning birlashuvi. Ya'ni boshqacha so'z, yana aniqroq iborani ishlatadigan bo'lsak, jamoa degani. Jamoa nima? Jamlanish, ko'plikning bittaga jamlanishi degani. Mana shu nuqtai nazardan Suqrot yoki Platon davlatni tushunadi. Ularda hozirgi biz tushunadigan davlat tushunchasi bo'lmagan. Buni biz aniq ajratib olishimiz kerak. Va qonunlar nima degani? Qonunlar, zamonaviy qonunlar haqida gapiradigan bo'lsak, uni ya'ni oldin davlat ta'sis qilinadi, qandaydir bir mandat bilan sho'rolar va xalq vakillari chiqib, ular yangi davlatni ta'sis qilishadi, hukumatni ta'sis qilishadi. Bu yangi davlat ta'sis bo'lgandan keyin konstitutsiya tuziladi. Ya'ni konstitutsiya tuzilishi va yangi davlat tuzilishi ko'pincha parallelni bo'ladi. Men hozirgi zamon tushunchasini aytyapman. Ta'sis bo'lganda konstitutsiya deb belgilanadi. Kim qonun chiqaradi? Qonun chiqaruvchi organ nima? Va bu organga odamlar qanaqa tayinlanadi va qonun ijrosini ta'minlovchi hukumat organlari qanday tayinlanadi va ular qanday ishlaydi. Va shuna asosida qonunlar belgilanadi. Ya'ni odamlar o'zi o'rtaga qonunlarni tashlab, buni muhokama qilib, bu qonunlarni qabul qilishadi. Polisda qanday? Biz polis nimaligini bildik. Bir qandaydir bir jamoa ekan. Polisda qonunlar qandaydir bir mifologik ajdodlar tarafidan chiqarilgan asosiy bir qoidalar, an'analar. Ya'ni Afinaning bir asoschilari bir qandaydir bir mifologik odam, Spartaning Likurg degan bir odam qonun o'ylab topgan, Krit orolida bir Milet, Minimi, hozir aniq esimda yo'q, shunaqa o'ylab topgan, qandaydir bir afsonaviy shaxslar o'ylab chiqargan an'analar qonun hisoblanadi va bu qonunlar asosida yangi qarorlar chiqarish mumkin. Ya'ni polisning ishlash tartibi va ular qarorlar chiqarish tartibi an'anaga bo'ysungan holda, ularning juda bir qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bir konstitutsiyasi, an'anaviy konstitutsiya doirasida qarorlar ishlab chiqariladi. Demak, an'analar bor, bu an'analar, ularni mana shu an'analarni Suqrot qonunlar deydi va bu qonunlar ko'pincha protsedura ishlari, bu ko'proq. Qanday takliflar chiqariladi, qanday muhokama qilinadi, qanday u yoki bu qaror qabul qilinadi va kimlar bu narsani tartibga soladi. Aytib o'tdik avvalgi suhbatimizda, avvalgi qismida Qur'a bilan tayinlangan fuqarolar, demak bu qonunlarni ijrosini
Ya'ni ma'muriy ijrosini ta'minlash kerak bo'lgan. Yana bir muhim joyini aytish kerakki, polisni hozirgi zamon davlatdan yana bitta muhim jihati, polis diniy jamoa. Mana ko'pincha shu narsani unutib qo'yishadi. Polis bu diniy jamoa, diniy bitta dinga bo'ysungan fuqarolarning jamoasi. Eslasangiz, men aytib o'tdim-ku, bu an'analarni keltirib chiqargan odamlar qandaydir mifologik mavjudotlar. Bu mana shu mifologik mavjudotlarga e'tiqod qiluvchi odamlargina birlasha oladi. Boshqa odam agar boshqa e'tiqodda bo'lsa, polisning hududida yashashi mumkin, lekin u fuqaro emas. Agarki fuqaro polisning e'tiqodlariga dinidan chiqadigan bo'lsa, boshqa dinni qabul qiladimi yoki men bu narsaga ishonmayman deb e'lon qiladimi, avtomatik ravishda u polisdan chetlashtiriladi. Tushunarli? Bu bir xil, bu fuqaroligidan voz kechish bilan bir narsa. Xo'p, endi yana polisda nechta shu o'rinda unda savol tug'iladi. Agar bu hammani bitta dinga e'tiqod qilishini taqozo qilsa, polisdagi teng huquqli fuqarolik bo'lish, unda ular o'zini demokratiya deb atagan-ku, demokratik tuzum deb atagan. Bu demak, hozirgi tushunchamizdagi demokratiyaga yo'q, mana shunda farq qiladi. Umuman juda ko'p jihatdan u demokratiya, Suqrot, Platon, Aristotel aytgan demokratiya bilan hozirgi demokratiya, ular nazarda tutgan davlat bilan bizdagi hozirgi davlat tushunchasi mos kelmaydi. Juda ko'p jihatlardan mos kelmaydi. Bu diniy jamoa, va bu albatta bu diniy, shu bitta dinda bo'lishi zaruriy talab, lekin yetarli emas. Ya'ni bu polisning fuqarosi bo'lish uchun, bu polisning, bu jamoaning a'zosi bo'lish uchun uning ota-onasi xuddi shu polisning fuqarolaridan bo'lish kerak. Ya'ni ajdodlari fuqarolardan bo'lish kerak. Tushunarli, begona odam kelib, ular dinini qabul qilgani bilan, an'analarini qabul qilgani bilan u fuqaro bo'la olmaydi. Bu qonundan chetlash bo'lgan, shu urush davrida urushda ishtirok etayotgan fuqaro bo'lmagan odamlarga fuqarolik va'da qilingan Afinada, va bu ko'plab mojarolarni, muammolarni keltirib chiqargan. Hozir bu narsada to'xtalmaymiz, lekin men hozir umumiy ravishda polisning prinsipini aytyapman. Afinadan tashqari boshqa orol davlatlari ham bo'lgan. Misol Spartani aytdik, Fiva va boshqa ko'plab shaharchalar bor. Ularning ba'zilarida dinlari Afina bilan bir xil bo'lsa, ba'zilarida farqli bo'lgan. Ular turli xil ma'budlarga, ilohlarga sig'inishgan va bu normal bo'lgan. Bu normal, bitta shaharning dinini boshqa shaharga olib kirish bu bo'lmagan narsa. Demak, diniy asosligini biz unutmasligimiz kerak va to'g'ridan to'g'ri demokratiya, ya'ni fuqarolar davlat ishida bevosita ishtirok etadi. Fuqaro shu jamoaning, polisning a'zosimi, demak u siyosiy davlatning siyosiy hayoti deganda qarorlar, shu umumiy qarorlar chiqarish jarayonida ishtirok etish kerak. Unga Qur'ada u yoki bu davlat ish bajarish chiqib qolsa, bo'yin tovlashga haqqi yo'q. Urush bo'lsa, urushda ishtirok etishi shart, majbur fuqaro. Va bu demak uning majburiyatlari bor va shunga yarasha imtiyozlari ham bor. Qanday imtiyoz? Biz hozir aytib o'tdik, siyosiy hayotda ishtirok etish imtiyozi va shuningdek davlat tomonidan belgilangan, ya'ni polisning o'zi umumiy yiqqan mablag'lariga tayangan holda maxsus bir bolalarini ta'lim olishi mumkin. Musiqiy va gimnastik ta'limlar deyiladi. Musiqiy degani musiqa chalish emas, bunda turli xil fanlar kirib ketgan bu narsaga. Ya'ni farzandlarni tarbiyalash imtiyozlari bo'lgan va ko'plab boshqa imtiyozlarga ega bo'lishgan afinaliklar. Endi son jihatdan bu juda ham muhim, tushunishimiz kerak. Afinada taxminan 300 ming, 500 ming odam bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy fuqarolar 30-40 ming bo'lgan. Tushunyapsiz-da? 5,5 million bo'ladigan bo'lsa, hop, deylik 50 minggina haqiqiy fuqaro bo'lgan. Demak, Afinada yashovchilarning hammasi
e, u 10% ajdodlari atrof, ha? 10% atrofi 10 deganman. foiz, 10, 15, 12, 9 mana shunaqa foiz atrofidagi odamlar siyosiy imtiyozga, ya'ni fuqarolik imtiyozlariga ega bo'lishgan. Qolganlar ularning ajdodlari anchadan bir Afinada yashab kelayotgan bo'lsa, ular fuqaro bo'lmagan bo'lsa, ular fuqarolik huquqlariga ega bo'lishmagan va hech qanaqangi bir siyosiy faoliyatda ishtirok eta olishmagan. Demak, biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsaki, Afinada to'g'ridan to'g'ri demokratiya, to'g'ridan to'g'ri har bir fuqaro siyosiy hayotda ishtirok etadi, ishtirok etishga majbur. Bu uning ham fazilati, ham burchi hisoblanadi. Lekin Afinadagi har bir odam ham fuqaro bo'lavermagan. O'ylanib qoldim. Agar son jihatdan huquqi yo'q bo'lgan aholi ko'p bo'lgan bo'lsa Afinada, bu bunaqa boshqaruv tarzi uzoq davom etishi kerak emas edi. Yo'q, bu degani bir narsani tushuning. Bu huquqi yo'q degani emas. Siz bu xorijiy davlatda hozir ham yashasangiz, qanaqadir bir huquqingiz bo'ladi. Siz bu davlatning fuqarosi emassiz. Yo'q, yo'q, muhim qarorlarni qabul qilishdagi ishtiroki amalga olib inobatga olinmayapti-ku. Xo'p, mana misol uchun siz Amerikaga borasiz, green karta bilan. Hmm. Siz fuqarosi bo'lasizmi Amerikani? Yo'q. Siz siyosiy ishlarda ishtirok eta olasizmi? Yo'q, lekin tasavvur qiling, agar Amerikaning fuqarolari 10% tashkil qilsa umumiy aholidan. Umuman muammo emas. Mana Birlashgan Arab Amirligi. Tub aholisi 12%. Qolganligi kelganda. Bu albatta polis emas, lekin o'ziga xos polis desa bo'ladi, amirlik va undagi fuqarolar, umuman fuqarolik degan tushuncha yo'q, balkim poddanstvo deydi, tobelik bor. O'sha hokimiyatga. Hech muammo yo'q. Qolgan 70-80% xorijliklar yillab bolalari bilan bir necha avlod, pokoleniya yashab keladi. Shunaqa. Hech narsa. Mana shu legitimlik qoidalari tan olingan ekanda, demak, boshqalar tomonidan ham. Tan olingan, tan olmasa chiqib ketishi mumkin. Hech kim majbur emas-ku. Afinada yo'q, menga yoqmadi, menga shunaqa siyosiy huquq beringlar desa, yo'q, bera olmaymiz. Biz an'ana bo'yicha, qonun bo'yicha, qonun so'zini ishlataman endi. Lekin qonun deganda biz traditsiyalarni tushunishimiz kerak. Bizning qonunimiz bo'yicha bu mumkin emas deyshadi. Hattoki kim edi bu shu Perikl-mi? Perikl. Mana shu Perikl o'zini o'g'lini ham otdi Perikl bo'lgan. Ha, yo'q, o'gay emas. O'zini o'g'li Perikl, lekin onasi afinalik emas. Shu Periklga, o'zini o'g'li Periklga fuqarolikni berganda juda qiyinchilik bilan fuqarolik beradi va u Afinaning eng katta o'sha aristokrat liderlaridan va shu bilan ham aristokrat, ham demokrat, ham mana shu an'analarni, qonunlarni qo'llab-quvvatlaydigan shaxs bo'lgan, Afina uchun juda ko'p ishlar ham qilgan. Va mana shu Afina uchun xizmatlari, juda katta xizmatlari evaziga uning o'g'liga Afinaning fuqaroligini berishadi. Lekin o'zining o'g'li, lekin aybi shundaki, ona afinalik emas. Tushundingizmi? Bu an'ana, bu qonunlar bor. Va yana bir muhim jihat, hamma siyosatda, siyosiy hayotda, davlat ishlarida ishlashga majburmidi? Ha, majbur edi. Bu ham fazilat, ham burch hisoblangan. Ba'zi odamlar o'zini bir uzoqqa tutishi ham oson-ku. Mana misol uchun bir ishda ham kollektivda hamma ishlasa, o'zini ishtirok etayotgandek bo'lib, o'zini chetga olayotgan odamlarni ko'rish mumkin, baribir bilinadi. Bu odamlarni idiot deb atashgan. Idiot degani shu siyosiy davlatning ijtimoiy ishdan o'zini olib qochgan odam, ruscha qilib aytganda sachkovats qilgan odamni idiot deyishgan. Idiot so'zi shundan olinadi. Fuqarosi bo'lmagan odamdan bu narsa albatta talab qilinmagan. Ularning ham huquqlari bo'lgan. To'g'ri tushunish kerak. Uni bir Afinada yashab yurgan bir fuqarosi yo'q odamni oldiga kelib birov o'zidan o'zi boshiga urib o'ldirishga hech kim huquqi bo'lmagan. Uni to'g'ri tushunishimiz kerak. Lekin ularda fuqarolik huquqi bo'lmagan. Xo'p, mana shu asosiy farqlari.
Polis. Ya'ni bu masalaga yana qaytamiz. Kriton dialogini muhokama qilayotganda qaysidir bir yana jihatlarini ochamiz. Lekin muhim bo'lgan narsa polisning tushunchasi shu. Va demokratiya deganda biz mana hozir to'xtaldik. Demokratiyada demak vakillik, ya'ni kimnidir yaxshi munosib bir partiyami yoki liderni saylab unga qandaydir bir vakolat berish degan narsa bo'lmagan. Bo'lsa ham juda o'ta cheklangan ravishda bo'lgan. Hattoki harbiy sarkardalarga nisbatan, urush paytida harbiy sarkardalarga nisbatan bu demokratik tuzum juda qattiq og'ir qarorlarni qabul qilgan. Hattoki dengizchi ofitserlarni dengiz urushidan so'ng qatlga mahkum qilishgan. Bu demokrat xalqlar. Ayb nimadaki, dengiz jangida albatta odam o'ladi, cho'kadi. Shu cho'kkan askarlarni suvdan chiqara olmading. Afinalik fuqaro albatta an'anaga binoan dafn qilinish kerak edi. Suvda cho'kib ketish kerak emas edi. Xuddi jang maydonidan o'likka olib chiqib ketish, o'lgan askarni olib chiqib ketish bu odatiy hol bo'lgan. Jangdan so'ng jasadlarni almashish bu odatiy hol. Suvda cho'kkanni kim bilan almashadi? Qatdan chiqarib oladi. Mana shu dengiz jangidagi strateglarni qatl qilishgan, afinaliklarni o'zi. Bu Suqrot bu sudda ishtirok etgan. Suqrot bu umuman hattoki protseduralarda xato bo'lgan. Protseduralar, mahkama jarayonlari yaxshi rioya qilinmagan, to'g'ri rioya qilinmagan. Juda qo'pol ravishda mana shunda hukm qilinadi va bu strateglar, dengiz ofitserlari qatl qilinadi. Suqrot albatta buni tanqid qilgan, bu narsani noto'g'ri degan, u noto'g'ri qaror deb qo'lidan kelgancha bu ishni to'xtatishga harakat qilgan. Va Alkiviyatni ham oladigan bo'lsak, Alkiviyat talantli lashkarboshi jang jarayonida, ya'ni urush jarayonida uni orqasidan shu afinaliklar majlis o'tkazib, buni bu lashkarboshlikdan chiqarib olish kerak. Bu xoin, bu noto'g'ri, xoin emas, noto'g'ri qaror qabul qilyapti degan hukm chiqarishgan. Shuning uchun ham boshqa Platonda va boshqa odamlarda, Ksenofontda, bu ham Suqrotning shogirdi, ularda shunaqa tushuncha bo'lganki, aynan bunday demokratiya noto'g'ri, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bu shunday fikrda Aristotel ham, Platon ham bo'lgan. Va Suqrot ham bu narsani tanqid qilgan. Hop, endi zamonaviy demokratiyada buni tasavvur qilish qiyin. Bu narsa qiyin. Va undan nafaqat zamonaviy va zamonamizda avvalgiroq bo'lgan demokratiyalarda ham urush paytida, ayniqsa bu Rim bu narsani ko'p qattiq qo'llangan, urush paytida lashkarboshi imperator hisoblanadi, ya'ni buyruq beruvchi hisoblanadi. Uning urush jarayoniga xalaqit qilish kerak emas. Unga ishonib topshirildimi, harbiy kampaniyani olib borish ishonib topshirildimi, unga vakolat berildi, unga xalaqit qilish kerak emas. Basharti u davlatning o'ziga qarshi ishlamasin. Basharti bu armiyasi bilan davlatga qarshi chiqmasin. Xalqni o'ziga qarshi chiqmasin, tuzumni ag'darmasin, shu xalqni o'ziga faqat dushman bilan urushsin. Bu ratsional, bu talab. Afinaliklarda bu farosat yetmagan. Jang bo'lib turgan paytda yoki jang holatida bo'lgan voqelik uchun harbiy lashkarboshlar jazolangan. Bu albatta o'ta urush kampaniyasini to'g'ri olib borishga xalaqit beruvchi omillardan biri. Nafaqat urush kampaniyasi uchun, balkim davlatning rivojlanishi, ravnaq topishi uchun ham ziyonli holat. Endi nima uchun bu narsa yomon bo'lib qoldi? Har doim ham yomon bo'lmagan bu narsa. Jamoa kichkina bo'lsa, davlat kichkina bo'lsa, ya'ni polis kichkina shaklda bo'lsa, bu oson boshqariladi. U kengaygandan so'ng, uni aholi soni oshgandan so'ng va undan tashqari xorijliklar, ya'ni fuqaroligi bo'lmagan odamlar bilan aralashib ketgandan so'ng, albatta bunday boshqaruvning kamchiliklari ko'rinib qoladi. Ya'ni bu muhim jihat. Afinada fuqarolar hammasi bir-birini tanigan. Bu shart bo'lgan. Hammasi bir-birini bilgan. Ismini, familiyasini bilgan. Bu nihoyatda muhim narsa bo'lgan. Platonning ham
davlat haqidagi bir ideal orzusi shunaqa bo'lganki, 5-10 mingtadan oshiq odam bo'lish kerak emas, hamma bir-birini tanish kerak dedi. U bir qishloqda gap bo'lgan ekanda, polis. Shunaqa desa ham bo'ladi endi. Qishloqlarda Hozirgi zamondagi qishloqlarda hamma bir-birini bir-birini taniydi. taniydi. Yaxshi anaqa o'xshatma. Yaxshi o'xshatma. Nimaga? Chunki ham farq ham bor, ham o'xshashlik ham bor. Hamma bir-birini taniydi. An'analar bor, ajdodlar bor. Xo'p, bitta e'tiqodda bo'ladi hamma, bitta imom domlaga yoki bir popga ergashadi. Lekin xususiy bilan umumiy ajratilgan. Xususiy mulk, umumiy mulk ajratilgan. Bu narsa farqi bor. Baribir hozirgi qishloqlar bilan bu Osiyonikimi boshqa davlat kim bo'ladigan bo'lsa farqi bor kattagina. Son jihatdan yaqin. Yana shu narsani tushunish kerakki, ideal bir polisda bu Rim Respublikasida ham ko'rish mumkin. Fuqarolar o'zining mulki bilan ishtirok etgan. O'zini mulki bilan ko'prik qurish bo'lsin, bir narsa armiya soldatlarini tayyorlash bo'lsin, fuqarolar albatta o'zini mulki bilan, o'zini puli bilan kirish kerak bo'lgan. Ular soliq, o'ziga xos bir soliq to'lash bo'lgan. Eng katta boy zodagonlar o'rtaga pul qo'ygan. Lekin bu men hozir ideal polis haqida gapiryapman. Suqrotning davrida o'ziga xos bir polisga xos korrupsiya gurkirab rivojlangan. Juda katta pul aylangan bu shaharda savdogar shahar va boshqa polislarga, Afinadan tashqari bo'lgan shaharlarga ta'siri ega bo'lgan shaharlardan biri va davlat xarajatlariga katta pul ajratiladigan bir holat bo'lgan va shuni holatida ya'ni bir katta bir haykal qurishga pul ajratishganda bu pul o'g'irlik qilingan degan bir holatlar ham, rastrata deydimi? Shunaqa bir janjallar ham bo'lgan. Ya'ni o'ziga xos bundan suiiste'mol qilish, afinaliklarni o'z tarafdan suiiste'mol qilish holatlari ham juda ko'p bo'lgan. Ayniqsa shu urushdan oldingi, shu 30 yillik urushdan oldingi bo'lgan vaqtda bu narsa avj ola boshlagan. Va keyinchalik hatto urushdan keyin ham o'ziga xos bir shunaqa bir yomon holatlar ro'y bergan. Va Suqrotning ko'p e'tirozlari ham mana shu narsa bilan bog'liq bo'lgan. Ya'ni polis haqida bir ideal tasavvur bor va lekin reallikka qaraydigan bo'lsak, afinaliklar polisning polis fazilatiga javob bermayotganligini kuzatgan. Ya'ni muhim narsaki, bu albatta polis odamning nima uchun xizmat qilish kerak? Mana Aristotelning gapi, polisda inson o'zining baxtini topa oladi. Inson o'zini baxtini topish uchun, baxtli inson bo'lish uchun yo u polisda bo'lish kerak, mana shunaqangi bir jamoada bo'lish kerak, yoki u hayvonga o'xshab yovvoyilarcha hayot kechirish kerak polisdan tashqarida, yoki u juda bir oliy bir mavjudotga o'xshagan bo'lish kerak. Uni xudolar deydi. Endi bu xudo deganda bizning tushunchamizdagi xudo emas, balkim bir qandaydir bir g'ayrioddiy bir mavjudot bo'lish kerak deydi. Geraklga o'xshagan yoki Gilgameshga o'xshagan. Bu yerda o'sha Nitshening a'lo odamini eslasak bo'ladi. Bunaqa odamlar bo'lgan deb taxmin qilgan Aristotel. Bo'lishi mumkin bunaqa odamlar, lekin u yakkaxon yashaydi. Unaqa na hayvoniy yasha olmasa, na shunaqangi bir super odam bo'la olmasa, demak u polisda yashashga mahkum. Polisda yashash kerak. Polisdan tashqarida bu varvarlik hayoti deyiladi. Va polisda an'analar, qonunlar, qoidalar bor. Bu o'zi qadimiy, juda qadimiy tushuncha. Bulardan bir necha yuz yillar oldin Geraklit aytganki, xalq shahar devorlarini qanday himoya qiladigan bo'lsa, dushmandan o'zining qonunlarini mana shunday himoya qilish kerak degan tushuncha shu Geraklit davridan ham bo'lgan. Bu o'ta bular uchun masalan, bular juda yaqin, juda bir juda ko'p katta qadrga ega bo'lgan tushunchalardan. Va haqiqiy fazilat aynan polisning hayotida bo'lishi mumkin. Polisdan tashqarida emas. Va hozirgi zamondagi davlat tushunchasida, fuqarolik tushunchasida ham bu narsa bor. Fuqaroni
davlatda siyosiy qandaydir bir umumiy ijtimoiy ishga buyruq hech kim majburlay olmaydi. Unda ishtirok etmasa, uni huquqi. Hattoki ishtirok etmagani ham yaxshi. Avtoritar davlatda, to'g'rimi? Faqat kerakli paytda ishtirok haligi soxta saylovlarda ishtirok etishi, soxta ishtirok etishini qo'llab-quvvatlanadi, lekin jiddiy ravishda ishtirok etishi qo'llab-quvvatlanmaydi. Polisda esa bu majburiyat dedik. Va Savol paydo bo'ladi shu paytda. Ular shu qonun qoidalarini nihoyatda hurmat qilib, ularni saqlash haqida jon kuydirishgan ekan. Lekin zamon, davr bu dinamik narsa-ku, o'zgaradi. Zamonga qarab qonun qoidalar ham eskirishi bor, boshqa bor. Ko'proq reformatorlik bo'lishi, qonunlar kerak bo'lsa, ba'zan o'zgarishi, yangilanishi normal jarayon ekanligi anglanmaganmi? an'anaviy ongda boshqacha tushunilgan bu narsa. Bu fikrda ko'proq Platon ham bo'lgan. Zamon o'zgargan sari faqat yomon tomonga boradi deydi deb hisoblashgan. Kundan kunga kun battar degan tushuncha bo'lgan-ku, eshitgandirsiz. Ya'ni Eshitganman. bu ideal holat, polisning endi paydo bo'lgan holati qaysidir bir mifologik odamlar qonunlar joriy qilib, yovvoyi odamlarga qonunlar, an'analar joriy qilib yurg'izib yuborishgandan so'ng bularning avlodi va keyingi avlod va keyingi avlod, salaflar deylik, salaflarning avlodi zo'r bo'lgan va keyinchalik bu shu baquvvat bir mard odamlar bo'lgan, keyinchalik bir boylik ortgan sari dunyoga berilish, boylikka berilish, ayollarning haligi fitnalarga berilish va xorijdan, chet eldan kelayotgan yot qadriyatlar, madaniyatlarga berilish tufayli va aholi sonining ko'payishi tufayli, urushlarning kamayishi tufayli bu buzilish bo'ladi. Ya'ni Platon va Platonga o'xshagan odamlar uchun zamon o'zgargan sari faqat yomonlik tarafga boradi deydi. O'ziga xos bir entropiya. Yana muhim ayollar dedim, muhim jihat polisda ayollarda siyosiy hayotda ishtirok etish huquqi bo'lmagan. Endi hozirgi zamonning farqini aytmoqchi edik, shuni joyini ham aytib o'tish kerak. Xo'p, yana nimada to'xtalsak bo'ladi bu farqda? Savol bormi yana? Juda qiziq. Men hayronman, bizda u Afina davri demokratiyasi deb, ya'ni ideallashtirish bor bo'lgan ekan. Kuzataman-ku endi atrofdagilarda, boshqalarda Afina davri zo'r bo'lgan, ajoyib bo'lgan deb havas bilan gapirishadi, lekin aslida korrupsiya gullab yashnagan va juda mantiqsiz qarorlar ham ko'p bo'lgan ekan. Noto'g'ri, mantiqsiz qarorlar ko'p bo'lgan, lekin biz tushunishimiz kerak bo'lgan jihat shuki, polis bu respublikaning bobokaloni. Respublika. O'shaning uchun ko'pincha Platonning davlat kitobini, o'sha Politeya kitobini ko'pincha ingliz tiliga respublika deb tarjima qilishadi. Bizda rus tilida, keyin o'zbek tiliga ham o'tdi, davlat deb, государство deb. Ko'proq polis respublikaga yaqinroq. Endi bu polisning fazilatini ham aytish kerak edi. Bu hozir yomon jihatini ko'p gapirdik. Polis g'oyasi haqida gapiraylik-da. Polis g'oyasi bo'yicha hamma teng, hamma fuqaro teng. Bu muhim jihat. To'g'ri, ayollar va qullar ular endi nima uchun ayollar va qullar siyosiy huquqqa ega emas? Chunki ular hayotini tika olmaydi. Tushunyapsizmi? Bu nihoyatda muhim. Respublika odami, polisning odami o'lishga tayyor bo'lish kerak. Mana shu jamoa uchun o'limga tayyor bo'lish kerak. Ayol kishini o'limga, ayol kishi ham bu fuqaro bo'lsin degan narsa gap faqat ayollarni kamsitish nuqtai nazaridan emas, albatta bu ham bo'lgan. Bu ham, buni yashirish kerak emas. Bu ham shu bilan birga avaylash faktori ham bo'lgan demak. Undan tashqari to'ppa-to'g'ri avaylash faktori ham bo'lgan. Xo'p, endi qullar nima uchun bu bo'lmaydi yoki kelgindilarda nima uchun yo'q? Chunki ular o'zini fuqarolik imtiyozini oladi-ku, lekin haqiqatdan
sodiqligini tekshirib bo'lmaydi, bilib bo'lmaydi buni. Hmm. O'zini sodiq qilib Ona ko'rsatadi, vatani, ishonch yo'q. ona vatani emas-da baribir. Ona vatan emas, afinalik esa, afinalik emas, umuman polisning fuqarosi esa bolaligidan shunday tarbiya ko'rib keladi. Bolaligidan, o'smirligidan ular deylik vatan tushunchasi bo'lish uchun shu shahardan o'zini mahallasi, kichkina ko'chasi tushunmasligi uchun Afina deganda bitta shahar emas-da, u orol va kichik orolchalar, vodiy, bir shu dengiz atroflari, qirg'oqlar bo'ylab endi chetrog'i ham kiradi Afinaga. Yoshlik payti o'smirlarni mana shu poxod qilib yurg'izishgan. Harbiy yurish qilgandek qilib. Harbiy yurish qilganda tez aylantirib yurishganki, vatan tushunchasini hosil qilish uchun hududi haqida. Bu hozir bu mana bu haqqa o'rganishga arziydigan jihatlar nihoyatda ko'p. Nihoyatda ko'p. Nima uchun O'zbekistonda yoshlarni aylantirilmaydi? Aylantirib yurish kerak. Faqat Samarqand, Buxoro qilib emas. Xiva qilib emas, Obidani ko'rsatishga Qashqadaryo bor, Qoraqalpog'iston bor, Surxondaryo bor. Hammasini aylantirib kerak bo'lsa oilalar bilan almashish, viloyat, turli viloyatlarda ko'rsinki, bu ham o'zbek, bu ham o'zbek, bu ham O'zbekiston fuqarosi, bu ham O'zbekistonga tegishli yer degan tushuncha bo'lish kerak. To'g'ri, hozir bunchalik shart emas, chunki internet bor, televideniya bor. Bu chunki axborot almashinuvida baribir odamlarda, yoshlarda baribir shunaqa O'zbekiston hududi haqida tushuncha bor. Polisda yo'q-ku bu narsa. Va shu yana bir e'tiborga olinadigan narsa agora degan narsa. Agora degani bozordagi maydon degani. Fuqaro u yoki bu qarorni o'rtaga olib chiqib, uni hamma teng huquqli ravishda proseduralarga, an'anaga binoan muhokama qilib qaror chiqargan. Lekin qaror chiqarilsa, bu qarorga hamma itoat qilgan. Bu ham minus ham bo'lishi mumkin, ham plus ham bo'lishi mumkin. Bu yerda mana Suqrotning ham e'tirozi polisga bo'lgan shu an'analarni o'ziga emas, e'tirozi shundan iboratki, munosiblarning qarorini qabul qilish kerak deydi. Munosib odamdangina munosib qaror chiqishi mumkin. Bilimi bor odam. Dialoglarda ko'p uchratamiz. Kasal bo'lsang, bilimi bor tabibga borasanmi yoki bilimsiz tabibga borasanmi? Urushga lashkarboshini tayinlamoqchisan. Tajribali askarni tayinlaysanmi yoki tajribasizni? Tajribali tabibni tanlayman, tajribali askarni tanlayman, tajribali o'qituvchiga bolamni o'qishga beraman. Unda nimaga davlat boshqaruvida odamlarni aynan shu tajriba asosida, bilim asosida tayinlanmasligi kerak? Nimaga qur'a bilan, nimaga jerebiy bilan tanlanilishi kerak? degan masalani ko'p ko'targan. Albatta mana shunaqa bir ko'p an'analarni savol ostiga olish Suqrotda bo'lgan. Bir tarafdan u o'ta polisga sadoqatli, ikkinchi tarafdan uning nuqsonlarini haqida gapirish kerak, muhokama qilish kerak. Keyingi mavzuga o'tib ketyapmiz. Suqrotning pozitsiyasi haqida, aslida nima bo'lganligi haqida. Bu mavzuga o'tishdan oldin sud jarayoni haqida, quruq faqat sud jarayonini o'zida to'g'risida gapiramiz va undan so'ng Suqrotning pozitsiyasi haqida va shu Suqrotning pozitsiyasi haqida gapirayotib, mana shu kitobning falsafaga qisqagina kirish kitobining ikkinchi bobi mavzusiga o'tamiz. Bitta savolga javob berib ketdik. Hop. Suqrot bu yaxshi ustoz bo'lmaganmi? Qaysi ma'noda? Qaysi ma'nodaki, uni shogirdlari har xil bo'lib chiqyapti. Platon chiqyapti. Shu bilan birga 30 ta diktatorlarning qatorida shogirdlari bo'lgan deb aytdingiz. Va hattoki o'sha Sparta tarafga o'tishni to'g'ri deb hisoblagan amaldor ham uni shogirdi bo'lgan ekan, Suqrotni. Suqrotni o'zini hayoti shogirdlari tutgan pozitsiyani mutlaqo aksini namoyon qiladi. Unchalik emas, chunki Kriton uning shogirdi. Endi 100% ham bitta ustozdan to'g'ri shogird chiqavermaydi-da. Ustozdan nonko'r, ablah, yaxshi odamni shogirdi iflos, ablah, tuhmatchi,
zo'ravon bo'lishi mumkin va uni man shogirdiman deb maqtanib yurishi ham mumkin. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Hayotda bu narsani ko'p ko'ramiz. Endi Suqrotning yaxshi shogirdlari bor: Platon, Ksenofont, Kriton va Kritonni o'g'li Kritabul va boshqa bir nechtasini sanash. Umuman Suqrot bu alohida yana bir mavzuni bir eshikcha, ya'ni Suqrotni o'zidan Suqrot falsafasi degan, ya'ni Suqrot maktabi yo'q-da. Platonning platonizmi bor. To'g'rimi? Aristotelizm bor. Lekin Sokratizm yo'q-da. Nimaga? Suqrotning o'zidan kamida 3 ta falsafiy maktab paydo bo'ldi. Bir-biriga qarshi, qarshi emas, bir-biri bilan bahslashuvchi maktab. Bittasi shu Platonning maktabi, to'g'rimi? Ikkinchisi epikurchilarning stoik emas, gedonizm tarafdorlari. Epikuriylar, gedonistlar. Gedonistlar. Va uchinchisi kiniklar, siniklar. Kiniklar. Bular ham Suqrotning maktabidan kelib chiqqan odamlar. Suqrotning maktabidan. Ksenofont maktab qoldirmagan-ku, lekin u Ksenofont yaxshi tarixchi, ya'ni tarixiy maktab qoldirdi. To'g'ri, tarixiy maktabni to'g'risini aytish kerak, Ksenofontning tarixchiligi Suqrotdan emas, ko'proq Fukididdan. Fukidid ham Ksenofontning ustozi, lekin baribir Ksenofontni ham tan olish kerak. Buni olib qaraydigan bo'lsak, yana stoiklar ham bor. Stoiklarning bobokaloni aslida Geraklit. Suqrot emas, lekin Suqrotning ta'siri stoiklarga ulkan. Yaxshi ko'pdi. Lekin ko'pchilik unutib qo'yadi, nimagadir shu narsaga kam e'tibor beriladi. Stoiklar haqida gapirilganda uning Geraklit bilan bog'liqligini kam gapiriladi. Bu ham bir alohida bitta mavzu. Shu Suqrotdan juda katta maktablar qoldi, bitta maktab emas. Va shart emas bu. Muhimi bu yerda Suqrot nimaga uchun Sokratizm yo'q? Suqrot faqat savol qo'yishni o'rgatadi. Ksenofont shunga ko'p urg'u beradi. Savol qo'yishni, savol ostiga olishni o'rgatadi. Savol ostiga olgandan keyin kelib chiqadigan javoblar yoki savolning o'zidan boshqa xulosalar kelib chiqadi, boshqa yo'nalishlar ochilishi mumkin. Shu jihatdan qaysidir ma'noda Nietzscheni ham Suqrotning shogirdi deyish mumkin. Suqrotni la'natlagan, yomonlagan, Suqrot eng buzg'unchi odam deb hisoblagan, aslida shu Afinadagi Suqrotni ayblovchilari tarafi bo'lgan Nietzscheni ham bu jihatdan savol ostiga olish, qadriyatlarni savol ostiga olish, ratsional emas, balkim boshqa asoslar asosida, boshqa asoslarga tayangan holda savol ostiga olish jihatdan albatta Nietzscheni ham Suqrotning izdoshi deyish mumkin. Suqrot juda bir nima deydi, sermahsul bir shunaqa bir mutafakkir. Nima savol? Undan shu yozma manbalar qolmagan, lekin shu o'zini hayot tarzi bilan, javoblari bilan katta ta'sir o'tkazib, o'sha maktablar yaralishiga hissa qo'shib, tamal toshlarni qo'yib nima uchun Suqrot yozmagan? Nima uchun kitob qoldirmagan? Uni davrida nima yozishmagan? Platon yozgan, orqasidan yurib yozib yurgan. Hattoki davlat qismini shunaqa bir gap bor, Platonning davlat kitobining boshlanishi, keyin davom emas, boshlanishdagi dialoglar Suqrotning hayotligi paytida yozilgan deyilgan. Nima uchun yozmagan? Qani nima fikringiz bor? Nima uchun yozmagan Suqrot? Suqrot bilimlar o'sha aytilgan joyda muhrlanishi kerak miyaga deb hisoblangan bo'lishi kerak. Bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda kitoblarga qarshi emas, lekin men tushunishim bo'yicha uning mana shu bitta prinsipi: men bilgan narsam, men hech narsani bilmayman. Hozir bir narsani to'g'ri deb bilgan bo'lsam, vaqt o'tib bu narsani men teskarisini aytishim mumkin deydi. Men izlanishdaman, men tadqiqotdagi insonman. Men donishmand emasman, men donishmandligini yaxshi ko'raman. Men savollar, dialoglarni yaxshi ko'raman. Bir narsani men to'g'ri deb bilsam,
uni muhr kitob qilib yozsam, bu kitob bo'lib qoladi. Lekin uni u haqiqat bo'lmasligi mumkin-ku degan nuqtai nazar bor bu yerda. Va o'sha Platon Suqrotni yozganlarini ko'rsatganida Suqrot buni yo'qot degan. O'sha Platon Ha. yozgan matn Platonning Davlat kitobining dialoglarini boshlanishi shu Suqrotning davrida yozib qoldirilgan shu ya'ni nima deydi? Qaydlar deyishadi. Qaydlardan shu asosida shu keyin kitob paydo bo'lgan deyishadi. Shu dialogini boshlanish avvalini Suqrotga Dialoglar. ko'rsatganda yaxshi-ku, to'g'ri yozibsan-ku, lekin yo'qot degan. Yoki noto'g'ri tushungansan degan shunga o'xshagan bir gap bilan u qarshi bo'lgan. Shu bu jihatdan Imom A'zamni esimga tushdi. Shogirdlari Abu Yusuf Imom A'zamni oldlarida o'tirib yozib yursalar, fatvolarini, hukmlarini, ilmlarini Imom A'zam aytgan ekanlar: "Ey Yoqub, bugungi gapim ertangi gapimga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Hamma gapimni yozavermagan. Bugungi ra'yim ertangi ra'yim bugungi to'g'ri kelmasligi mumkin. Hamma gapimni ham yozib yurmagan, Yoqub" deb aytganlar deyshadi. Bu o'sha eski donishmand odamlardagi xislat, hammasi ham bir kitob yozib qoldirish tarafdori bo'lmagan. Xo'p,